Barchaga assalomu alaykum. Ohoy Akademiy yapon tili darslari davom etadi. Bugungi grammatika darsimiz shu 20-dars grammatika darsi bo'ladi. Bugungi darsda biz sizlar bilan asosan o'sha yapon tilidagi shakllar bor, ya'ni gaplashishning har xil shakllari bor. O'shalardan ikkita shakl haqida gaplashamiz. Birinchisi o'sha teniki, ya'ni hurmat shakli tarjima qilinadi. Keyingisi futsuke. Futsu degan so'z bor, o'sha oddiy, ya'ni oddiy shakl. Mana shu ikkalasi haqida gaplashamiz. Ya'ni bizning endi gaplarimiz ikki xil ko'rinishda bo'lar ekan. Bittasi hurmat shakldagi gaplar, ikkinchisi bu oddiy shakldagi gaplar. Bularni qanaqa qilib tuzamiz, qanaqa ishlatamiz, hammasini Xudo xolisa hozir men sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, darsimizni boshladik. Demak, do'stlar, darsimizni boshlaymiz. 20-dars. Qarang. 20-darsda qanaqa narsalar o'tamiz? Yapon tilida shakllar, ya'ni yapon tili shakllari bor. Masalan, o'zbek tilida shakllar bor, lekin buni biz bilmaymiz. Lekin yapon tilida shakllar bor. Qanaqa shakl desanglar, ba'zi bir shakllar borki, yapon tilida ishlatiladigan. Ularni faqat siz do'stlaringizga, oshna og'ayningizga, ukalaringizga yoki o'zingizga yaqin olgan insonlarga nisbatan ishlatasiz. Ba'zi bir yapon tili shakllari borki, ularni siz kompaniya boshliqlari, sizdan yuqori lavozimda ishlaydiganlar, siz uchun mehmonlar, klientlar uchun ishlatadigan yapon tili shakli bor. Ikkalasi bir-biridan farq qiladi. Keling, bugun sizga hozir mana shu shakllar haqida ma'lumot beraman va bular qanaqa qilib yoziladi, qanaqa qilib tuziladi, shular haqida gaplashamiz. Qarang, bu yerda yapon tili shakllari. Bugun asosan ikkita shakl haqida gaplashamiz. Aslida shakllar yana bir nechta bor. Ular haqida keyingi darslarimizda gaplashamiz. Qarang. Teniki degan shakl bor ekan. Keyin futsuke degan shakl bor ekan. Futsu degan so'z biz bilamiz nima? Oddiy degan. Futsu degani oddiy. Oddiy. Ya'ni bu mana ke shakl degani. Teni degan hurmat degan. Hurmat shakl, oddiy shakl. Ya'ni demak, teniki degani bu hurmat shakl, polite form ingliz tilida. Futsuke bu oddiy shakl, plain form. Qarang. Endi teniki qachon ishlatiladi? Qarang. Teniki. Bu shakl mas, des, gozaimasu kabi qo'shimchalar bilan tugaydi. Masalan, ikimas, gakusei des. Masalan, nimadir, arigato gozaimasu. Arigato o'zi ham rahmatlik. Arigato gozaimasu. Hokazo. Qarang. Asosan rasmiy vaziyatlarda o'qituvchi, begona odam, ish joyi, xizmat ko'rsatish joylarida ishlatiladi teniki. Gapiruvchini hurmatli, muloyim qilib ko'rsatadi. Ya'ni siz tenikini o'qituvchilarga, begona odamlarga nisbatan ish joyi, xizmat ko'rsatish joylarida ishlatar ekansiz va sizni gapingizni teniki shaklda gapirsangiz, hurmatli va muloyim qilib ko'rsating. Masalan, tabimas yeyman. Tabimas deb gapirsangiz, demak siz qaysi shaklda gapirgan bo'lar ekansiz? Teniki shaklda gapirgan bo'lar ekansiz. Ikimas bormoq. Boraman deb kimgadir masalan otashimo ikimas desangiz, masalan men ham boraman desangiz, o'sha tenlikka nisbatan siz hurmatliroq gapirgan bo'lar ekan. Yoki gakusei des, talabaman. Talabaman. Ya'ni hurmatliroq shaklda gapirgan bo'lar ekansiz. Yoki des, mas qo'shilsa. Endi futsuke qanaqa desanglar, qarang. Bu shakl jishoke, ya'ni lug'aviy shakl, lug'at shakli, fe'llarning lug'at shakli degan nima shaklda o'tganmiz nechinchi darsda. Qarang, o'shadagi nay shakli, ta shakli, ya'ni jishoke, ru shakli, buni biz ru shakl deydik-a. Masalan, o'sha ru shakl va nay shakl, ta shakl kabi odatiy fe'l va sifat shakllarini o'z ichiga oladi. Do'stlar, oila, yaqin suhbatlarda yoki kitob, maqola, kundaliklarda ishlatiladi. Bu shakl qisqa, sodda va kundalik nutqda ko'p ishlatiladi. Yaponiyaga kelsangiz, siz 90% ishlatadigan yapon tili shakli nima? Futsuke shaklini ishlatasiz. Ko'cha-ko'yda, qachonki bir ustozga gapirganingizda yoki bir kompaniyaga kirganingizda, klientga gapirganingizda siz nima? Tenikidan foydalanasiz. Endi savol tug'iladi. Mana bu do'stlar, oila, yaqin suhbatdoshiga nisbatan tenikini ishlasak bo'ladimi? Mo'mi yo'q. Qaydama xursand bo'ladi ular. U meni hurmat shaklida gapiryapti menga deb. Lekin teskarisi bo'lsa-chi, mayda klientga nisbatan futsuke deb gapirsangiz, siz o'sha klientga nisbatan juda ham yomon darajada gapirgan bo'lasiz va ya'ni zarar bo'ladi bu.
bu deydi o'zi menga juda qo'pol gapiryapti degan ma'noni anglatadi. Ya'ni buni misollari. Bu yerda tabiiy emas edi. Tabiru yeyman, ikku boraman, gakusei da. Gakusei des futsukiga o'tsa, nimaga daga o'tar ekan. Hozir buni yasalishlarni ko'ramiz. Bu prosta misollar. Tushuntirib oldimmi? Demak, davom etamiz. Bismillah. Demak, aziz do'stlar, mana bu joyda qarang. Fe'llarning hurmat va oddiy shakli, ya'ni fe'llarning teniki shakli va futsuki shakllari haqida gaplashamiz. Fe'llar, ya'ni ish harakat nomini bildiruvchi so'zlar qanaqa yasalar ekan? Ketdik. Birinchi bittasi fe'lni olaylik. Masalan, kakimas degan fe'l bor bizda yapon tilida. Yozmoq. Azizlar, qarang, shuni tenikida qanaqa bo'lar ekan? Futsukida qanaqa bo'lar ekan? Mana shu kakimas degan fe'limiz. Ketdik. Birinchisi, tenikida kakimas yozaman. Futsukida kaku bo'lar ekan. Ya'ni lug'at shakliga o'tar ekan. Ketdik. Kakimasen yozmayman desiz. Mana shu holatda siz tenikida gapirgan bo'lar ekansiz. Agar siz shuni futsukida gapirmoqchi bo'lsangiz, kakana, ya'ni nay shakliga o'tsa, u futsukiga o'tib qolar ekan. O'zi kakimasen bilan kakanay ma'nosi nima? Bir xil. Ikkalasi ham yozmayman degan ma'noni bildiradi. Bu yerda tepada ikkalasi ham yozaman degan ma'noni bildiradi. Tushuntirib oldimmi? Faqat bittasi teniki, bittasi futsuki. Ya'ni tushuntirib oldimmi? Ya'ni hurmat shakli, oddiy shakl. Keyingisi kakimashita yozdim. Bu mana shunaqa yozsak, mana shunaqa gapirsak biz hurmat shaklida gapirgan bo'lar ekanmiz. Endi qayta bo'lsa, ya'ni ta shakli bo'lsa, ta shakli bo'lsa, bu nima ta shakli? Buni nay shakli. Agar ta shaklida gapirsak, bu futsukida gapirgan bo'lar ekanmiz yoki yozgan bo'lar ekanmiz. Farqi yo'q. Ya'ni bu yerda kakimashita yozdim. Bu ham qayta ham yozdim. Ikkalasi ham yozdim deb tarjima qilinadi. Faqat bu oddiy shakldagi so'z, ya'ni uruyni pastroq so'z. Mana bu uruyni sal yuqoriroq so'z. Endi kakimasen deshda yozmadim. Ish harakat tugallangan va inkor shakli. Shuni biz nakatta shaklga o'tkazsak, kakanakatta shaklga o'tkazsak, ya'ni bu nima bo'lar ekan? Futsuki shakliga o'tar ekan. Tushuntirib oldimizlar? Lubay fe'lda lug'at shakli, nay shakli, ta shakli va nakatta shakli bor. O'tgan zaman inkor shakliga o'tkazsak, ular nimaga o'tib qolar ekan? Oddiy shaklga o'tib qolar ekan. Endi yana bitta fe'l ko'ramiz. Arimas degan fe'l bor. Nima bu? Bor bo'lmoq. Arimas bor bo'lmoq, ya'ni jonsiz narsalarga nisbatan. Jonli narsalarga nisbatan emas. Ya'ni emas degan fe'l borda, bu jonli narsalarga nisbatan bor bo'lmoq. Bor bo'lmoq. Faqat bu nima? Jonli narsalarga nisbatan. O'tdik bilasizlar. Endi mana arimas degan fe'lni bizlar teniki futsukida nima qilamiz? Ko'rib chiqamiz. Ketdik. Arimas teniki bor. Aru futsukida. Arimasen yo'q. Ya'ni borda inkor nima bo'ladi? Yo'q bo'ladi, Ana endi azamasi e'tibor berasizlar. Bu aranay bo'lmaydi. Nay shakliga qanaqa o'tardi arimasen? Nay o'tardi. Ya'ni sizga kimdir ko'chada ikki xil gapirishi mumkin. Masalan, nimadir bormi desa, arimasen deyish ham mumkin. Arimasen desa, demak, u sizga nisbatan teniki, hurmat shaklida gapirdi. Agar nay deb qo'ysa, anaqa bo'lib qolmang. Nima deydi? Xayolingiz parishon bo'lib qolmasin. Ya'ni bu nima deyapti? Arimasen yo'q deyapti, nay. Nima uchun yulduzcha qo'ydim? Ya'ni yasalishida sal nima? Qonun qoidalarga bo'ysunmaydigan holat. Endi arimashda bor edi. Kecha nimadir bor edi, bayram bor edi yoki olma bor edi. Xullas. Shuni futsuki, ya'ni oddiy shakli atta. Atta bor edi degani. Endi arimasen deshda bu yo'q edi. Ham o'tgan zamonda bo'lgan, ham inkor. Arimasen deshda. Endi bu nakatta bo'ladi. Tushuntirdimizlar? Mana i'ni o'rniga nima qo'yasiz? Kattani qo'yasiz. Shunda nakatta bo'ladi. Ya'ni arimas degan fe'lini futsukida 4 ta zamonga qo'yib berdisa, aru, nay, atta, nakatta. Kakimas fe'lini 4 ta anaga qo'yib berdisa, futsukiga kaku, kakanay, kaita, kakanakatta. Tushuntirib oldimmi? Ya'ni biz aytayotgan o'sha shu paytga o'tgan har xil shakllarni ba'zilari futsuki ekan, ba'zilari nima? Teniki, ya'ni hurmat shakl ekan. Endi azizlar, keling bitta so'zlar ko'rib chiqaylik. Nima shu qatnashgan so'zlarni ko'rib chiqaylik. Undan oldin azizlar.
Nollar hamma anaqa ko'rib chiqay, fe'llarni ko'rdik. Endi sifatlarni ko'rib chiqay. Hurmat shakli qanday yasaladi? Oddiy shakli qanaqa yasaladi? Qarang, ketdik. Birinchi OK degan nima bor? Bizda sifat bor. Katta degani bu. Sifat. Oxir i bilan tugayapti. Endi qarang. O'shani biz futsuki va tenikiga nima qilishimiz kerak? Ajratib chiqishimiz kerak. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Qarang. OK des deb gapirsak, masalan, nimadir OK des. Masalan, O'zbekiston va Nihon Yori OK des. O'zbekiston Yaponiyaga qaraganda katta OK des bilan tugatsam, men tenikida gapirgan bo'lar ekanman. Agar shuni desini olib tashlasam, futsuki bo'lib qolar ekan. Oson ekan. Ya'ni qarang. Endi OK kunay katta emas, OK kunay des katta emas, OK katta des katta edi. OK kuna katta des katta emas edi. OK kunay, OK katta, OK kuna katta. Ya'ni deslarni olib tashlasak, nima bo'lar ekan? Futsukiga o'tib qolar ekan. Sifat juda ham oson. Yana bitta sifat ko'ramiz. Furui degan sifat bor. Bizda nima? Eski degan. Furui des. Tenik eski, bu ham furui. Ya'ni nima deydi? Futsukida desni olib tashlaymiz. Bo'ldi. Qoida bitta. Ya'ni dessiz gapirsak, futsuki oddiy shaklda gapirar ekanmiz. Demak, des bilan gapiradigan joylarda desni olib tashlasak, biz futsukida gapirgan bo'lar ekanmiz. Desni qo'shsak, nima hurmat shaklda gapirgan bo'lar ekanmiz. Shuning uchun maslahatim sizlarga doim desni qo'shing, shunda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Ya'ni qachondir o'rganib qolsangiz, mana futsukiga yomon bo'ladi. Erta shunday kompaniyaning direktori katta rahbariga Furukunay deyorsangiz yomon. Furukunay desangiz qaytaman. Yaxshi. Ya'ni sifatlarni yasalishini ko'rdik. Endi bizda nimalar qoldi? Na sifat bilan otlar qoldi aslar. Mana. Salmon barni chalib ketdik. Demak mana. Na sifat bilan mana uzunmaniga na qolib ketibdi-da. Qarang, kompyuterda mana na. Uzr. Na deb yozilishi kerak emas. Na sifat va otlarning nima? Hurmat va oddiy shakli. Mana to'g'rilab olay. Chatda asabga tegyapti. Ekranga to'g'rilab olamiz. Bo'ldi. Tushuntirdimmi? Qarang. Na sifat va otlarning hurmat va oddiy shakli. O'zi doim bizda na sifat va otlar qanaqadir bir tuslanganda bir xil yuradi. Sifat alohida bir o'zi alohida. O'zicha zo'rda sifat. Sifat alohida bo'lib oladi. Ya'ni na sifat va otlar odatda birga bo'ladi. Ketdik. Genki degan sifat bor. Sog'lom degan. Qanday genki? Sog'lom. Bu na sifat. Shu qanday bo'ladi? Tenikida, futsukida ketdik. Genki des. O'sha teniki, genki da futsuki. Qarang, sal chala desni olib tashlasak, na sifat futsuki bo'lib qolmas ekan. Des nimaga o'zgarar ekan? Daga o'zgarar ekan. Mana shu qoidani eslab qoling. Endi buni inkori genki ja arimasen yoki genki deva arimasen edi. Mana shunda genki ja nay bo'ladi. Yoki genki deva nay bo'ladi futsukiga. Tushuntirdimmi yani? Arimasenda futsuki nima edi? Naymidi? Mana. Bundan oldin o'tdik-a? Qani? Mana. Arimasendiki nima edi? Nay edi. Bo'ldi, ana shu o'zgaryapti, bo'ldi. Arimasen nay. Ja bilan deva turaveradi. Tushuntirdimmi? Futsukiga ja nay bo'ladi yoki deva nay. Endi genki deshta. Ya'ni sog'lom edi o'tgan zaman. Plus. Genki deshta. Genki datta bo'lar ekan. Mana shu joyga yetib boradi. Genki datta. Ya'ni nima? O'tgan zamon. Bularni o'tdik menimcha. Genki deshta, genki datta. Endi zamonlarga tuslaganda. Genki ja arimasen deshta, genki jana katta yoki genki devana katta. Tushuntirdimmi? Ya'ni mayda arimasen deshta nakattaga o'zgaryapti. Tushuntirdimmi? Ya'ni na sifatlarni qanaqa qilib futsukiga o'tkazamiz? O'zi bu shakllar bilamiz. Faqat futsukiligini bilmayotdik-da. Va uzun shakllari nima bo'lib qolar ekan? Doim teniki shakl bo'lib qolar ekan. Endi bitta ya'ni ot, ame. Nima? Yomg'ir degani. Yomg'irda biz ot, ya'ni nima so'roqqa javob bo'lish so'zni biz teniki futsukida yozib chiqamiz. Ketdik. Demak, amides yomg'ir, amida yomg'ir. Ya'ni bu oddiy shakl, bu tenik shakl. Endi ami jarimasen, ami devarimasen, ami janay, ami devanay. Tushuntirdimmi? Ya'ni bu oddiy hurmat, bu oddiy shakl. Ami deshta yomg'ir edi, amidatta yomg'ir edi. Kecha haqida gapirilyapti. Kecha mashta, kino amidishta, kino amidatta. Farqi shu, bu oddiy shakl, bu ikkalasi bir xil ma'no. Ma'nolari bir xil. Azizlar, teniki bilan futsukilarning ma'nolari ikki tarafiga bir xil. Bu amides yomg'irdi, bu boshqa narsa ifodalaydi. Faqat bu so'z, bu tarafdagi so'zlarni qo'llasangiz, oddiy gapirgan bo'lasiz. O'zimizning ko'cha tilida mana olib kelmas, olib kel deb qo'yamiz-ku. Mana olib kel deymiz. Xuddi shunday.
kechirasiz, ana buni olib kela olmaysizmi deymiz. Xuddi shunday, ya'ni bu hurmat shakli. Tushuntiradimi ya'ni? Ami deyishdi, amidatta, ami jarimasin deyishdi, ami janakatta. Ami diva arimasin deyishdi, ami divanakatta. Tushuntiradimi? Ha? Bularni menimcha oldindan bilasiz. Demak, tushuntiradimi? Fustuki va nima? Endi azizlar, endi bu shuncha narsani o'tdik. Xo'p, nima bu yoq fustuki ekan, bu teni ekan. Bu qayerda qo'llaymiz? Qanaqa qo'llaymiz? Mana endi gaplarni ko'ramiz azizlar. Demak, mana e'tibor bersangiz, bu yerda nima turibdi? Gaplar turibdi. Ketdik. O'zi bitta varoq ekan, shuni 10 ta gap bor ekan. Orqada 5 tami? Qarang, birinchisi ketdi. Watashi wa raishu Tokyo e iku. Men raishu kelasi hafta Tokyoga iku. Nima qilaman? Boraman. O'zi nima edi bu? Ikkimas qilib bo'lgan o'ziga. Bizlar esingizda bo'lsa, Watashi wa raishu Tokyo e ikkimas. Men kelasi hafta Tokyoga boraman deb ikkimas narsaga o'rgatdim. Endi nima bo'lyapti? Ikki bo'lyapti. Ma'no o'zgargan. Faqat men ikki deb kimga aytyapman? Do'stimga, og'aynimga, ukamga, singlimga, o'zimning yaqinlarimga ikki deb eslatyapman. Lekin men bir kompaniya direktoriga yoki boshlig'imga nisbatan ikkimas aytyapman. Bu bo'ldi. Ikki so'z unaqa farqi shu. Ketdi keyingisi. Watashi wa mainichi isogashi deb qo'ysam, demak, bu ham men har kuni isogashi bandman. Men watashi wa mainichi isogashi. Men har kuni bandman. Agar buni men oddiy kimgadir aytib, og'aynimga ham yo bir o'zimga yaqin olgan insonga aytyapman, oilamdagilarga. Lekin men kimgadir bir yuqoriroq lavozimdagi insonga yoki bir mehmonlarga nisbatan isogashi des bilan tugatganim yaxshi. Ya'ni ularga hurmat shaklida gapirgan, ya'ni hurmat desni qo'shsam nima bo'lar ekan? Hurmat shaklida bo'lar ekan. Watashi wa mainichi isogashi desu. Isogashi. Tushuntiradimi? Endi keyingisi. Watashi wa ashita e himada. Aynan mana shu bo'lmaydi. Esan chiqibdi. Men ertaga hima. Bo'shman, ya'ni qiladigan ishim yo'q. Bo'shman, bemalolman. Watashi wa ashita himada. Nima uchun da bilan tugayapti? Bu nasfatda des bilan tugatsa hurmat shakli bo'lardi. Endi uni futsukiga o'tkazyapman. Futsukiga o'tkazayotgan paytim des nimaga o'zgaradi? Daga o'zgaradi. Mana shu yerga ehtiyot bo'lasiz. Ya'ni buni desiz shuni hima deb qo'ysangiz bo'lmaydi. Himada. Siz watashi wa ashita himada. Men ertaga bo'shman. Keyingisi. Watashi wa Tokai Gakuen Daigaku. Tokai Gakuen Daigaku universitet nomi. Watashi wa Tokai Daigaku universitet no gakusei da. Ya'ni men ana shu universitetning talabasiman. Shu paytgacha biz nima o'tdik? Watashi wa masalan Tokyo Daigaku no gakusei desu deb o'tdik. Ya'ni shu paytgacha biz nimada gapirib kelayotgan ekanmiz? Tenikida, ya'ni hurmat shaklida gapirib kelayotgan ekanmiz. Endi biz dada gapirish, ya'ni uje oddiy shaklga o'tamiz. Endi azar bu o'z nimaga kerak? Chunki Yaponiyada siz deslarni eshitmaysiz, ikkimaslarni eshitmaysiz. Faqat iku, isogashi, himada, gakusei degan so'zlarni eshitasiz. Shunda nima uchun bu davni tugatyapti deb hayron bo'lmang. Ya'ni sizga yaqin olib, o'ziga olib desni daga almashtirib, ya'ni oddiy shaklda gapiryapti. Keyingisi 5-gap. Watashi wa Fuji-san ni noboritai. Ya'ni men Fuji-san tog'iga noboritai chiqmoqchiman. Tai shaklida o'tdik biz. Ya'ni nimadir qilmoqchiman, chiqmoqchiman. Lekin shu paytda Watashi wa Fuji-san ni noboritai des bilan tugatib o'tayotdik. Endi dessiz gapirsak nima bo'ladi? Noboritai bo'ladi. Mana shu yerda buning bu haqiqiy sifatga anaqa bo'ladi-da. Mana noboritai shakl bor-ku, sifatni qonun qoidasiga tushadi. Nima uchun bu anaqa emas-ku, sifat emas-ku, desni yo'qotib yuborsak, nima desa, yo'q, sifat bilan tushadi. Tai shaklda qoidalari, qolgan shakllari ham tushadi. Masalan, bormoqchi edim, borolmay qoldim. Mana shunaqa bormoqchi emasman. Mana shunaqa so'zlarni xuddi sifat qoidalari bilan tuzamiz. Des nima bo'lar ekan? Hoygozo. Tushuntiradimi? Ya'ni olib tasharkanmiz. Noboritayda. Demak, mana shunaqa yoziladi. Demak, yana 5 ta gapimiz bor. Buni ko'rib chiqamiz. 6-gapimiz qarang. Oltinchi gapimiz azizlar. Qarang. 6-gap.
Tashkento ni sunderu. Qarang. Toshkent degan. O'zimiz Toshkent poytaxti bor. Toshkentda yashayman. Tashkento ni sunderu. Sunderu Toshkentda yashayapman. O'zi bu sundi emas aytdi. Mana emas, sundi emas degan fe'l borda, te emas. O'sha irga o'tadi. Ya'ni emasni lug'at shakliga o'tadi. Sunderu. Yashayapman. Byoin, kasalxona. Byoinni ikanakereba naranai. Nima bo'ladi? Byoin kasalxonaga ikanakereba narimasen degan fe'lda o'tirdik. Mana bu tagga chizilgan joyi bor-ku. Mana shu narimasen fe'lini nima? Nay shakli. Ya'ni byoinni ikanakereba naranai degani ikanakereba narimasen bilan ma'no bir xil. Ya'ni kasalxonaga borishim shart, bo'lmasa bo'lmaydi xullas. Ya'ni bu yerda agar siz narimasen bilan tugatsangiz hurmat shakli ekan, naranay deb qo'ysangiz oddiy shakl bo'lib qolar ekan. Siz eshitadigansiz ko'proq naranay shaklda eshitasiz. Keyingisi 8-gap. Kyo, ya'ni bugun kyo va zangyo, ya'ni qo'shimcha zangyo shinakuttimo ii desu. Nakuttimo, ya'ni kuttimo ii desu degan shaklda o'tadigan desi bor. Endi dessiz toptashsa ham bo'lar ekan. I sifat bo'lganligi uchun. Kyo va zangyo shinakuttimo ii. Ya'ni bugun qo'shimcha ishlamasang ham bo'ladi. Ya'ni ertaroq qaytsang bo'ladi. Kyo va zangyo shinakutte ii. I degan so'zni juda ko'p eshitasiz. I des testi deyarli eshitmaysiz. Lekin siz i desangiz, unga nisbatan hurmat shaklida gapirgan bo'lasiz. Keyingisi. Nihongo o hanasu kotoga dekiru degan grammatikani o'tdik. Hanasu kotoga dekimasu deb o'tdimi? Nimadir qila olaman. Endi shuni dekiru desak, hurmat shaklida oddiy shaklga o'tib qolar ekan. Ya'ni nihongo ga hanasu kotoga dekiru bo'lar ekan. Dekimasu emas, dekiru. Tushuntirdimi? Ya'ni qila olaman degani. Endi 10-gap. Amerika itta kotoga arimas degan grammatikani o'tdim. Ya'ni bitta narsani qilib ko'rganman, tajribam bor degan o'tgan darsda 19-dars edi. O'sha endi arimasni nima qilar ekanmiz? Oddiy shaklga gapirmoqchisak, aru der ekanmiz. Sizdan so'raydi, yaponlar. Nihonni itta kotoga aru? Nihonni itta kotoga aru deydi, o'sha unaqa beradi. Ya'ni so'roq beradi. Ohang bilan. Aru, ya'ni o'sha Yaponiyaga kelib ko'rganmisan? Nihongo bunaqa demaydi. Nihonni itta kotoga arimasu-ka deb sizga mana kasi bilan so'roq qilib bermaydi. Aru deydi, ya'ni shuni unaqa urg'u bilan beradi. Masalan, iku borasanmi? I qanday deganmiz? Yaxshimi? Sendan so'rayapti. Dikru degan payt o'shing bilingki, sizdan so'rayapti, qila olasanmi deb ham oddiy shaklda gapiryapti, ham so'roq, ya'ni sizdan so'rayapti. Xudo xolsa Yaponiyaga kelsangiz nasib inshaalloh. Bo'ladi. O'zi moslash kerak, просто qanaqa yasalishini ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Demak, oxirgi xulosa qilib gapiradigan bo'lsak, o'sha biz suhbatga o'tgan des, mas, masen, des, xullas mana shu shakllar hammasi tenli shakl hisoblanar ekan. O'sha maslarda naranay, i, dikiru, aru, eru mana bu yerda oki emas, oki desmas, oki, furi emas, furi deb oddiy qilib gapirsak, masalan, ami desmas, amida deb gapirsak, yoki genki desmas, genkida deb gapirsak, bular nima bo'lar ekan? Hurmat shakldan oddiy shaklga o'tar ekan.